va jamoa o'yinchilari hozir bu yerda shoshilishmoqchi emas. Speedy. Xuddi shunday esasini Speedy. Va Bacher hozircha diplar bilan o'z pozitsiyalarini yopib qo'yishga harakat qilmoqda. Hozir bu yerda tezroq faytni amalga oshirishlari kerak yoki bu faytni skip qilib yuborishlari kerak demoqchi edim. Mana Zeytin va jamoa o'yinchilari faytlardan qochadigan jamoa emas. Speedy hozircha informatsiyalar yig'ib oldi. Agressor katta sahnalarda. Agressor tomonidan spreylar amalga oshirilmoqda. Agressor no holatga o'chatildi. Lamborghini lekin Lovich bu holatda. Lewis hozir bu yerda kirib kelmoqchi. Speedy yaxshi Speedy. Dattina no holatga o'chatib qo'ymoqda. Lamborghini ham Lovich bu holatda. Speedy hozir yana bitta nokta amalga oshirmoqda. Va 721 agressor jamoa o'yinchilari 5 ta kill point hisoblarga yozib qo'ymoqda. Bu yerda esa Influence jamoa o'yinchilari ham bu faytga qo'shilishga ishlayotganligini ko'rib turibmiz. Joni katta sahnalarda Influence jamoa o'yinchilaridan 2 o'yinchisi no holatida. Bacher ham nokta amalga oshirmoqda. Lil Boyda o'z to'liq holatda qolib ketdi. Va 721 jamoa o'yinchilari shu pozitsiyani o'zida yo'q 9 ta kill point hisoblarga yozib qo'yishmoqda. BMC'ni finalida o'zbek jamoalari, o'zbek o'g'illari mana bunday o'yin ko'rsatishi albatta kutilmagan va kutilgan emotsiyalarni taqdim etyapti.